Keyingisi nima deb o'ylaysizlar mana shu narsani? Hozir ko'rsatsam jinni bo'lib qolasizlar. Lekin haqiqatan zo'r mahsulot. Bu mahsulot o'zimga yashirmayman, o'zim uchun zakaz qildim. Ya'ni bitta biznes boshlayapman, shu biznesimga kerak. Bu mahsulot kim nimaligini tushunmagan bo'lsa mana. Teskari ishlayapman shekilli. Mana folding cassette furnace instruction manual hozir ko'ramiz. Mana tayyor gaz. Shundoq burasi vizillatib ovqatingizni qilib beraveradi. Tayyor mana bu yoqqa gaz ballon qo'yiladi. Pechatlar bilan turibdi. Gaz ballon tiqiladi. Bu yoqqa. Bu yoqdan tayyor gaz. Bu turizmlarga ham ana nima deydi? Turistik biron joyga sayohat qilayotganlarda ham juda qulay bu. Bemalol vij ovqatingizni qilib, yana o'chirib qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. Zo'r mahsulot. Kitobchasida mana qanaqa ishlatish qonun qoidalarigacha yozib qo'ygan. Mana shu. Mana o'sha Xitoydan olib kelgan gazimizni sinab ko'rdik. Mana natija. Texnologiya. Ko'tarib ham qo'yaveramiz. Xohlasangiz ko'taring. Mana. Ana. Xohlasangiz tushirasiz. Endi tushiring ozgina. Tushiring. Tushiravering. Ana bo'ldi, o'chdi ham.